Assalomu alaykum, Alloh qanday ko'ngil yaxshimi? Hozir vaqtingiz xayrli bo'lsin. Bugun men sizga so'zlab beradigan bo'lsa, xo'piyliklarningki bishorati. Xo'piyliklar qadimiy o'tgan bir madaniyat, lekin hozirmi yana xo'piyliklar bor. Hozir dunyoda sanoqli 19 mingdek xo'piyliklar bor. Qadimda o'tgan bir necha madaniyatlar bor. Ularningki kelgusini ko'rsatgan bishoratlari ham o'ziniki mustaq shu davrning oldidagi texnikalari, ba'zan hozirgi texnikalarni shunday hayron qoldirdi. Masalan, shu xo'piyliklar, yana birisi mayaliklar, yana birisi Sumer imperiyasi. Xo'piyliklar bo'lsa, shu Amerika qit'asida yashagan yerliklar bo'ldi. O'sha qadimda xo'piyliklarni yashagan ba'zan yerlarga berib qargan chog'da shu tog'larning tomlarida qadimiy xo'piyliklarniki qoldirib qo'ygan ba'zan rasmlari, xatlari ko'ringan. Qarsak, boshqa plant odamlarga o'xshaydigan, yo bo'lmasa hasharot odamlarga o'xshaydigan ba'zan rasmlarni ko'ringan. Ham ularniki hikoyalardimi boshqa yerdan kelgan cho'mili odam do'stimiz deydigan yerlarmi chiqqan. Buningda cho'mila degani anu deydigan, do'st degani Naki deydigan. Ya'ni Anunnaki deb shunday chaqirgan. Bu Anunnaki degan bu gapmi Sumer imperiyasining hikoyalaridan chiqqan. Ham bu rasmlarniki qachon chizilgan vaqtini hisoblaganda 7000 yillar burun chizilganligi aniqlangan. Ya'ni shu Sumer imperiyasi paydo bo'lgan vaqtlar, ya'ni 6500 yillar atrofida paydo bo'lgan. Lekin bu ikki madaniyat birisi yer sharining tarafida, birisi yer sharining yana bir tarafida turib o'zlarininki ba'zan o'xshab qolgan mustaq ismliklar, xatlarningki chiqishi odamni hayron qoldirdi. Ularmi shu Amerikaniki hozirgi indiyalar deganlar shu amaliyotda ularniki hozirgi rasmlari qarsaqmi mustaq chochlari o'xshashligida qoldi ikki tarafdan bo'g'ilib shu toshdagi rasmlarga sal-pal o'xshab qoldi. Ham bu xo'piyliklarning almisoqdan qolgan madaniyatida shu choshni shundoq ulug' ko'rgan, ham o'zlariniki shu dillarniki kitoblardami shundoqcha yozilgan. Shu chosh insonniki ideyasi bilan bog'liqlik deb qaraydigan. Shunga o'zlariniki choshlarga shundoq ahamiyat bergan. Ham choshlarini shundoq uzun o'stirgan, mayli qizbol bo'lamdi, erlar bo'lamdi, o'xshash. Ham hatto hozirgacha shundoq uzun o'stirgan. Amaliyotda olimlar, tadqiqotchilarmi odamlarniki nurg'un yerlarniki iqtidorlarini hammasini bildi. Qanday tadrijiy o'zgarib hozir holatlarga kelganliklarini bildi. Lekin ba'zilari deydi, odamniki choshiniki nima qilganligini bilmaydi. Keyin bu odamlar asosan kiyimlarni kiyib, sovuqlarni o'zini qo'g'daydigan holat kirgandan keyin ya bo'lmasa hayvonlarniki terilarini kiyib o'zini issiq qo'g'daydigan holat kirgandan keyin shu badandagi tuklar asosan tushib ketgan. Lekin beshig'i jiqnas kiymaganligi uchun chosh qolib qolgan. Ya'ni odamniki shu mengisi beshi nihoyatda muhim bo'lganligi uchun uni shu sovuqlarni saqlash uchun hozirgacha yo'qolib ketmagan deb qaraydi olimlar. Bu xo'piyliklarningki eng burunqi ajdodlarningki tarixini surishtirgan yechada 7000 yilning oldidagi tarixlargacha bordi. Ularningki tamg'isiz qo'ygan rasmlari bor. Bularningki ba'zan tarixlari keyin yana ba'zan cho'ng imperiyalarga ta'sir qilgan, mayli xo'piyliklar yoki Sumerliklar yoki mayaliklar bo'lsin. Masalan, ta'sir qilgan imperiyalar Misr imperiyasi, Gretsiya imperiyasi, Rim imperiyalariga ta'sir qilgan. Ularni men keyin so'zlab beraman. Masalan, biz endi Mao rasmiga qarab baqsaq, bunada nurg'un shu odamga o'xshaydigan shakldagi rasmlarni chizgan, lekin hammasiniki puti yo'q. Ondan yana birisi menga qarab baqsaq, bu bir xil momiyaga o'xshaydi. Ya'ni shu Misr imperiyasiniki momiyalarga o'xshaydi. Insoniyatning tarixida 12 ming yillar burun atrofida dehqonchilik inqilobi shu chog'da boshlangan. Dehqonchiliklar boshlangandan keyin insonlar hammasi bir yerga yig'ilishga boshlagan. Yig'ilib, asosan bir imperiyalar paydo bo'lgan. Xo'piyliklar shunday bo'lgan. Ham xo'piyliklar shu chog'da dehqonchi bir millatdi. U chog'dami dehqonchilik inqilobi paydo bo'lgan vaqtida ba'zanlar dehqonchi millat, ba'zanlar podichi millatlar bo'lib keyin paydo bo'lgan. Ularningki nurg'un farqlari bor. Ham bilimlarimi o'xshamaydi. Masalan, dehqonchilik millatlar jiqroq astronomiyalarga, ham havo, ham vaqt, mushta tarafdagi bilimlari texnik ustunroq bo'lgan. Madaniyat, yeziq, til, imorat bir yerga yig'ilib bilan turaqlashib turgan millat bo'lg'achqa bu taraflardan jiqroq taraqqiy qiladi. Lekin podichi millatlar bu taraflardan o'xshamaydi. Men mau oy yo'q bo'lsa degan videoram degan. Agar temir moddasi odamga texnik yiqiroq ya bo'lsa odamning badanida temir moddasi texnik jiqilab ketsa, odamning mijozi texnik ishtigirak, qonxo'rroq hamda bo'ldi. Shunga podichi millatlar go'shtni jiqigashga temir moddasi texnik jiq bo'lg'achqa, texnik kuchliroq mijasi, texnik ishtigirak, qonxo'rroq mushta bo'lgan. Bu taraflarda bular texnik ustunroq yetgan, podichilikda, ot minishda, chorvalarni beqishda, otlarni tarbiyalashda,
hayvonlarni bo'ysundirishda, ananiki yana chexyalarga ko'chib qolgan. Shunaqa jo'grafiyalik taraflardagi bilimlari texnik ustunroq bo'lgan. Xo'piyliklar u chaqda dehqonchilikda eng yaxshi o'sgan mahsulot bo'lsa paxta. Shuna paxtachilikda xo'piyliklar shundaq yomon ketdi. O'sha kiyim-kechak taraflarda shuna yaxshi taraqqiy qilgan. Bu qadimki xo'piyliklarniki turgan yerini izlaganimizda Meksika bilan Amerikadagi tutashgan yerda, ya'ni Yangi Meksika shahriga yaqinroq yerda o'tiraqlashgan ba'zi izlarini topdik. Ularniki 3 qabilasi 3 taqqa markazlashgan. Ularni astronomiyalik hisoblagan vaqtimizda o'sha Orion yulduz birikishimiz bilan o'xshash chiqqan. Unda yana bu Misrniki piramidlarni o'tiraqlashgan o'rniga o'xshab qoldi ekan. Piramidni hisoblasaqmi, ularning shu astronomiya bilimlari shundaq yuqori bo'lganligi uchun shundaq joyida qo'ya olgan. Ham bu hobbitlarning astronomiya bilimlari shundaq ilg'or ekan. Ham bu Orion yulduz birikishimizi 7 yulduz bo'ldi. Qolgan 4 burjukdagi yulduz taraflarga berib qarab izlanib bakkan vaqtimizda yana shu xo'piyliklarniki izlarining bog'lig'ini bildik. Shunga bu yerda bizning ba'zan hayron qolganlarimiz nima degan chaqda, masalan, ularniki u vaqtdagi astronomiya bilimlari qanchalik ilg'or bo'lsa-mu, ularniki o'zlarining teleskoplari yo'q bo'lganligi uchun ba'zan o'sha yulduzlarniki o'rinlarini ko'rolmaydi. Shunga o'zlariniki shu o'rinni topa olishi shundaq tas bo'lishi kerak. O'tirda 3 tog', 4 burjaklari shundaq o'lchab qo'ygandek to'p-to'g'ri chiqqan. Shundaq ilg'or yuqori texnikalar bo'lmasa, hargiz uni qila olmaydi. Keyin bularniki bu 4 burjak tarafdagi ajdodlari asosan yo'qolib ketgan, lekin hammasi o'sha o'tirdagi 3 yulduz bayalarga markazlashgan. Bularningki deyilishida bu yerda o'zlari bir narsani qo'g'dayotganligini degan. Ham ularniki ajdodlarining bu tog'ning ostidagi bir narsa, buni achiqsanglar bo'lmaydi, buni achiqsanglar kelgusida bu olamga shundoq cho'ng ofat akildi degan. Keyin Amerika qit'asiga inglizlar birinchi qitim kirgan vaqtlarda ham bu indiyalarniki o'tiraqlashgan yerlarini topgan, ham mushani topgan. Keyin bu ostini ko'lgan. Ko'lgandan keyin uni ostida uranium topgan. Biz odatda uraniumni nima ishlatamiz? Atom ishlashga, yadro ishlashga ishlatamiz. Shunga ularniki degan beshorati to'g'ri chiqqan. Ham bu uraniumniki miqdori shunda jiq chiqqan. Amerika keyin Yaponiyaga birinchi qitim atom bombasi qo'ygan vaqtidami Mushiyadagi uraniumdan ishlab chiqargan atomni qo'ygan. Undan bu xo'piyliklarning odatda ko'pincha yeydigan yemaklik bo'lsa qo'noq ekan. O'simlik tadqiqotchilari uchun bu qo'noq shunaq bir g'ayriy bir o'simlik. Bizniki hozir yashayotgan dunyoniki ekologiya qonuniyatiga tushmaydigan bir o'simlik. Ham bu qo'noqnikimi eng burunqi o'ziniki asli qiyofati, ya bo'lmasa yovvoyi qo'noq holati ishlardan tepilgan. Biz ko'rgan boshqa o'simliklarning hammasiniki burunqi holati tepilgan, mayli bug'doy bo'lamdi, guruch bo'lamdi, hammasining yovvoyi holatlari tepilib, keyin odamlar ularni o'ziga bo'ysundirib, keyin ochlik qilib ziroat qilgan. Boshqa mevalar shu. Qolgan har qanday o'simliklarniki o'ziniki bir vazifasi bor. U bo'lsa-mu o'zini texmo davomli ko'paytirish, o'ziniki yo'qolib ketmasligini kafolat qilish. Shamolningki ta'siri bo'lamdi, quyosh silliq to'lqini bo'lamdi, boshqa jonlilarningki ta'sirlaridan o'ziniki yo'qolib ketmasligini kafolat qilib turib ko'paytirish. Masalan, shamolning ta'sirida boshqalarga uchib o'ziniki urug'larini chechib davomli ko'payish. Ya bo'lmasa, ba'zan mevalar o'zlarini shunday tatli qilib o'stirib boshqa jonlilarga yegizib, ananiki urug'larni tuproqlarga chechish, shundan yana davomli ko'payish. Lekin qo'noq o'xshamaydi. Qo'noq hammalarni shunday o'zini yeb qolgan urug'lardan hammalarni hech qanday shamol yoki quyoshlarniki ta'sirlariga uchirmaydi. O'zi o'sib yetilib, keyin o'zi o'rilib, ya'ni sisib tugichimi, shu yipiq biritdan tugaydi ekan. O'ziniki urug'larni hargiz chashmaydi ekan. Cho'qim uni bir odam kelib o'z qo'li bilan chashgandan keyin aynanikin chechilgan. Ham o'zining tatliq yeri yo'q. Masalan, boshqa jonlilarga yugizib, o'ziniki urug'larni boshqaga chashadigan unda qobiliyati yo'q. Ham g'ayri yeri uniki asli qiyofati, ya'ni yovvoyi qo'noq holati hech narsadan tepilmagan. Ham bu qo'noqni o'stirish texnikasi ya'ni eng burun mush xo'piyliklardan tepilgan. Shuninga bu qo'noq dunyoniki makro ekologiya qonuniyatiga hargiz tushmaydigan g'ayriy bir o'simlik. Ba'zanlar balkim buni tashqi planetlar bizga akab bergan yangi bir xil o'simlik bo'lishi mumkin, texnika bo'lishi mumkin deydiganlar. Ham mayaliklarniki ba'zan rivoyat hikoyalar qarsangizmi, insonlarni mush qo'noqdan yasagan deydigan hikoyalar bor. Shuninga bu dunyoda oq, seriq, qora ham qo'ng'ir o'sha 4 xil qo'noq bor ekan. Ham o'sha 4 xil rangli odamlar bor. Ham ularning chochlari mush qo'noqlarga o'xshashgan. Amerika qit'asida bu qo'noq tepilgandan keyin butun dunyoga yeyilib ketgan. Ham hozirgi dunyoda
o'stirilishi eng jiq bo'lgan o'simlik qo'noq. Amaliyotda biz odat turmushlarimizda unday jiq iste'mol qilmaganda ko'ramiz, lekin shunday jiq iste'mol qilamiz. Nurg'un yerlardan nurg'un ichimliklarimizga, boshqa yemakliklarimizga, keyin yana ko'pincha qismlarini bizniki chorvalarimiz iste'mol qildi. Bizning chorvalarimiz shunday soni jiq bo'lg'achqa iste'mol qilishimiz shunday jiq bo'ldi. Shuninga hozir dunyoda eng jiq o'stirayotganimiz mush qo'noq bo'ldi. Shuninga yana bunda o'ylab baqsaq, bu qo'noq balkim o'zi shunday aqlli bo'lishi mumkin, o'ziniki qobiliyati shu bo'lishi mumkin. Ya'ni insonlarni o'ziga ishlatib turib, o'ziga emgakchi, ya'ni qo'l qilib turib, o'zini ko'paytirayotgan bo'lishi mumkin. Shunday aqlliq. Shuninga hargizmi boshqalarni qo'noq deb tilab qolmang. Endi biz xopiyliklarniki rivoyatlarini so'zlab baqsaq, ularniki 3 qitim madaniyati paydo bo'lgan, ham 3 qitim yo'qolib ketgan. Birinchi qitim paydo bo'lgan vaqtida insonlar taraqqiy qilib, keyin o'zlari shunday shaxsiyatchi bo'lib, asosan shu manbalarni, tuproqlarni talashib turib, bir-birisidan urushlarni boshlagan. Keyin ularniki ilohiy shunday g'azabga kelib, butun yanar tog'larni portlatib, hamma insonlarni yo'q qilib o'tgan. Andan keyin yana ikkinchi qitim ularniki madaniyati paydo bo'lgan. Ham birinchi qitimga o'xshashroq bo'lgan. Keyingi bo'lgan chog'da manba tuproqlarni talashib bir-birisidan urushgandan keyin ularniki ilohiy yana g'azabga kelib, butun dunyoni muzga qattirib o'tgan. Andan keyin 3-chi qitim ularniki madaniyati paydo bo'lgandan keyin ular taraqqiy qilib, ba'zan uchadigan mushta texnikalarimi paydo bo'lgan, shunda ilg'or qurollarimi paydo bo'lgandan keyin yana qaytadan ular bir-birisidan urush boshlagandan keyin ularniki ilohiy yana g'azab kelib, butun dunyoni suvga g'arq qilgan. Ya'ni cho'ng kalkun kelgan. G'oyat zo'r cho'ng kalkun. Bu cho'ng kalkunning hikoyalarini bakchiq, men keyin ayrim qilib so'zlab beray. Bu cho'ng kalkunniki hikoyalari butun shu boshqa millatlar, boshqa madaniyatlardan chiqqan. Boshqa dinlarda bu, masalan biz islomniki dinidami cho'ng kalkunniki rivoyati so'zlangan. Masalan shu Nuh alayhissalom butun har bir jonivorlarni bir juftdan kemasiga silib, bu cho'ng kalkundan saqlab qolgan. Mushlar hikoyalar masalan xristianlardan ba, yahudilarnikidan ba, hatto shu mayli Xitoylarniki tarixida bo'lamdi, Hindistonliklarniki dinlaridagi rivoyatlari bo'lamdi, yo bo'lmasa Gretsiya masalan Gretsiyaniki Platoniki kitoblardami shu burun cho'ng kalkun kelib Atlantis degan bir shaharni suvning ostiga g'arib bo'lib ketgan degan hikoyalar bor. Mushlar hikoyalar bakchiq. Hozirgacha nurg'un tadqiqotchilar buningda izlanyapti. Rasmiy bo'lganmi, bo'lmaganmi, mush Atlantis degan shaharmi burun babo boqqanmi, zoti qayerda bo'lgan degandek bularning hikoyalarini asosida so'zlab berman. Men burun insonlar yo'qolib ketgan 10 yil degan videomda bizniki shu o'rtalikda 100 ming yillikdek tariximiz yozilmagan, tepilmagan missing link deymiz deb degan. Shunga o'xshash. Andan keyin bu xopiyliklarni 4-chi qitimlik madaniyatini endi boshlagan. Hozirgi madaniyati shu 4-chi qitimlik madaniyati. Ham bu xopiyliklarning shu 4-chi qitimlik madaniyatidami mushta kelgusini ko'rsatib bergan bishoratlari bor ekan. Bu bishoratlardan 9 bishorat bor ekan. 8i hozir rasmiy to'p-to'g'ri chiqib namoyon bo'libdi. Ham eng oxirgi birisi shu insonlarniki qanday yo'qolib ketadigan bishorat ekan. Bularni hammasini maslaga hozir so'zlab beray. Birinchi bishorat bo'lsa, oq qo'noqliklar, ya'ni oq terlik odamlar bizniki tuproqimizga yetib keldi deydigan. Sonra uni ko'rdik, oq terliklar, inglizlar ularniki tuproqlariga borgan, ham ularning yerlarini tortib olib, o'tirib degandek shunday bo'zaq qilgan. Ikkinchi bishorat bo'lsa, hammiyada choxning ovozi. Demak, inglizlar keyin kelgandan keyin o'zlariniki madaniyatlarini olib kelgandan keyin shu ot arvalari yo bo'lmasa hozirgi zamondagi mashinalarniki choxlarini ashtaq chambarak deb degan bo'lishi mumkin. Uchinchi bishorat bo'lsa, yo'q qalga o'xshaydigan maxluqlarmi bizning tuproqimizga yetib keldi deydi. Bu balkim shu Yevropaniki uzun minguzlik kallari ularniki tuproqlarga yetib kelganligini ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ham turqlarmi shunday o'xshamagan dalili bo'lg'achqa, shunday maxluqlarga o'xshatgan bo'lishi mumkin. To'rtinchi bishorat bo'lsa, temir yılan butun yer zaminda mavdu debdi. U degani balkim hozirgi zamondagi poyezdlarni ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Beshinchi bishorat bo'lsa, o'mchik to'ri butun dunyoni qoplaydi debdi. U balkim bizning hozirgi zamondagi shu internet to'rlarimizni degan bo'lishi mumkin. Oltinchi bishorat bo'lsa, tosh ko'l butun hamma yerda paydo bo'ldi.
hatto osmondami yo'l paydo bo'ldi debdi. Bu degani balkim bizning hozirgi mashinalarniki ma'nogan yo'llarni, hatto ko'riklarni ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Osmonda yo'l paydo bo'ldi degani balkim shu aeroplanlarniki uchib transportlarni qilishlarini ko'rsatgan bo'lishi mumkin. 7-ci bisharat bo'lsa, dengiz qop-qora bo'lib ketadi, ham nurg'un jonliqlar shu sababdan o'lib ketadi debdi. Bu balkim bizning hozirgi zamonniki o'sha dengiz ostidagi neft konlarning eqib ketishidan ham shu nurg'un jonliqlarni o'tirayotganligini ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Bo'libmi shu 1970-yillari nurg'un shu dengiz ostidagi konlar eqib ketgan, ham nurg'un jonliqlarni o'tirayotgan. 8-ci bisharat bo'lsa, nurg'un uzun sochli yoshlar bizningki tuproqlarimizga qaytib keldi debdi. Bu balkim 1960-yillari o'sha Amerikada nurg'un yoshlar o'sha uzun soch qo'yishga boshlagan, shunda moda bo'lgan, ham o'zlari o'sha o'zlarining erkinligini qo'g'daymiz deb nurg'un yangiliklarga, muzikalarga qiziqqan, ham o'sha indiyalarni shunda do'rab uzun sochlarni qo'ygan. Ularni hippies deymiz. Balkim shularni degan bo'lish mumkin. Oldidagi bu 8 bisharatning hammasi namoyon bo'lgandek, ba'zanlari shunda aniq emas deganlari o'mchik to'g'ri bo'lamdi, to'mirchilar bo'lamdi degandek, shunda namoyon bo'lgandek bilindi. Lekin endi 9-si texnik namoyon bo'lmadi. U mu oxir zamonniki ko'rsatdi. 9-ci bisharatida osmondagi uylar asta hammasi uchib ketdi. Osmonda bir ko'k yulduz paydo bo'lib, oxir zamon bo'ldi debdi. İnsanlarning hammasi yo'qolib ketmaydi, faqat bir qism insonlar saq qoldi debdi. Ham bu bisharatlarni o'sha amerikaliklar boshda olgan vaqtlarda bu 9-sini ancha tushunmagan, zodi nim degandi deb. Lekin keyingi davrlarda mayli Amerika bo'lamdi yoki Sovet ittifoqlari bo'lamdi, olam boshlig'iga shu sunniy amralarni evatib, ananki asosan hozir yana shu olam punktlarini yasab qilgandan keyin 9-bisharat deganlari shu sunniy amra yo bo'lmasa olam punktlarini degan bo'lishi mumkin deb qaragan. Agar bular tushib ketsa, balkim butun yer sharini yo'qotadigan bundaq zaxmini yetkazolmasligi mumkin. Lekin ba'zan chog'da o'xshamaydi. Yulduz toshlarini shunday kichik toshlarmi atmosferadan o'tgan chog'da cho'ng kuyib, bu kuyish shunday cho'ng bo'lg'achqa cho'ng portlashlarni aytdilar. Lekin balkim yana buni degani ko'k rangli yulduzning parchasi bizningki planetga so'qilishi mumkin, balkim shuni degan bo'lishi mumkin. Deganlar bor. Shuning bilan bu butunlay shu xo'piliklarniki ham hikoyalari, ham bisharatlari, ham boshqa hikoyalarim bor, ham boshqa madaniyatlarni so'zlagach, men keyin yana ayrim so'zlab berman. Bugun bisharachi olsun, ham yoqtirganlarni umid qilaman. Agar yoqtirgan bo'lsangiz, boshmaltaqni besib, boshqalarga ham beqilab qo'ying. Ham bu men uchun davomli mushtar yaxshi nadir videolarni chiqarishimga shunday cho'ng ilhom bo'ldi. Rahmat sizlarga, Allohga emanet.